3 yil birga yashamagan kariserimdan xat kelibdi. Qani birgalikda ochib o'qib ko'ramiz. Nima yozgan ekan? Namcha-ku. Bu men, bu sov, bu o'zi. O'zini qaranglar. Baliqqa o'xshab chizib qo'yibdi. O'zini to'g'ri chizibdi, lekin bizni sal boshqacharoq chizibdi. Meni bolamni o'ziga o'xshatib qo'yibdi, menga o'xshagan o'zasiz. 사랑하는 나라에게 자기야 편지는 정말 오랜만이지. Biz xat yozishmaymiz unchalik. O'shanga anchadan beri endi xat yozdim-a deb yozibdi. Endi tezroq jo'natib turaman xat yangi yillaring bilan. Xullas karislarni Xitoycha yangi yili bor. Yanvarda o'tkazilishadi. O'shandan oldin jo'natishim kerak deya xafa bo'lmadingmi debdi. Menga Xitoyni yangi yili ne kanayet. Biz o'zimizda 31-yanvar kanayet. 31-dekabr kanayet. Kechirasan, kechirim so'radi nimaga? Karisga turmushga chiqqanlar, eringlar sizlarni ham kechirim so'radimi? Bitta xat yozmabman, uzr deb turib kechirim so'rayapti. Men yozma. Valentine haram. Valentin kuni bilan tabriklayman deyapti. Haram. Men faqat sizlarni o'ylayman, boshqalarni o'ylamayman deyapti karich. Sifatida, ota sifatida yoninglarda bu turolmayotganim uchun va boshqa narsa qilib bera olmayotganim uchun kechirasizlar deyapti. Kasal bo'lmanglar, cho'kka sochigini chona. Tez telefon qilib turishga harakat qilaman. İçimdagi narsani bilib qo'yishinglarni xohlayman. Faqatgina sizlarni o'ylab yashayapman. Kam telefon qilsam ham, kam SMS yozsam ham deb yozyaptilar akamiz. Meni erim xat yozishni romantik narsalar yaxshi ko'radilar. Yurak buraklar qilib chizib jo'natadilar. Bu safar bilmadim, faqat oilamiz rasmini chizib qo'yibdilar. Shuning uchun kim yana eri uzoqda yashaydi va eri bilan xatlashib yoki telefonlashib turishni yaxshi ko'radi? Kommentariyada yozib qoldiring.